Hozir siz bu videoni ko'rayotganingizda miyangiz bir soniyaning o'zida millionlab jarayonlarni boshqarmoqda. Bu hech qachon to'xtamaydi. Inson miyasi taxminan 86 milliard neyronlardan tashkil topgan. Har bir neyron minglab boshqalari bilan ulanib trillionlab aloqa yo'llarini hosil qiladi. Bitta neyron 10 mingtagacha boshqa hujayra bilan bog'lana oladi. Bu miyaning naqadar murakkab tizim ekanini ko'rsatadi. Miya tanamiz vaznining atigi 2% ni tashkil qiladi, lekin butun energiyaning qariyb 20% ni sarflaydi. Miyadagi signal tezligi 400 km/soatgacha yetadi. Bu tezlik sport avtomobildan ham yuqori. Inson miyasi kuniga taxminan 20 watt energiya sarflaydi. Bu oddiy lampochkani yoqishga yetadigan quvvat. Miyamiz og'riqni sezmaydi. Shu sababli ayrim jarrohlik amaliyotlari hushyor holatda ham bajarilgan. Inson miyasi soniyasiga taxminan 11 million bit axborotni qayta ishlaydi. Biz esa shuning juda oz qisminigina ongli ravishda sezamiz. Qarorlarimizning 90-95% ong ostida qabul qilinadi. Biz faqat qarordan keyin men shunday tanladim deb o'ylaymiz. Miya yuzlarni tanishda boshqa obyektlarga nisbatan 100 barobar tezroq ishlaydi. Shu sababli odam yuzini bir qarashda taniymiz. Miyamiz taxminan 75% suvdan iborat. Suv yetishmasa diqqat va xotira pasayadi. Uyqu vaqtida miya dam olmaydi, u ma'lumotlarni saralaydi, ortiqchasini o'chiradi va xotirani mustahkamlaydi. Miyamiz o'zini aldashi mumkin. Shu sababli illyuziyalar va noto'g'ri tasavvurlar paydo bo'ladi. Inson miyasi taxminan 2,5 million gigabayt axborotni saqlash imkoniyatiga ega. Bu minglab telefonlar xotirasiga teng. Miyamizda har soniyada 300 trilliondan ortiq kimyoviy reaksiya sodir bo'ladi. Ularning barchasi biz sezmagan holda amalga oshadi. Miya tanani boshqarish uchun soniyasiga 50 mingdan ortiq buyruq yuboradi. Nafas olish, yurak urish barchasi avtomatik. Inson miyasi taxminan 25 yoshgacha to'liq shakllanib bo'ladi. Shu sababli yoshlikda hissiyotlar kuchliroq bo'ladi. Miya salbiy ma'lumotlarga ijobiy ma'lumotlarga qaraganda tezroq javob beradi. Bu tirik qolish mexanizmi bilan bog'liq. Miyadagi elektr faollik shunchalik kuchliki, nazariy jihatdan u kichik signal hosil qila oladi. Xulosa qilib aytganda, inson miyasi bu shunchaki organ emas, u tirik super mexanizm, axborot markazi va tanamizning boshqaruv markazidir. Biz sezmagan holda har bir soniyasiga juda ham hayratlanarli ishlarni bajaradi. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.